Xitoy yopildi, chegara yopildi, ananaslar, mandarinlar karantinga tushib, yo'q-ku endi bizda, lekin bor hali ham. Ananasni o'zi ham bor bizda. Ananasni chishinisi ham keldi, xudo xolasa mana aka. Sveji zo'ridan 31-yanvarga chislosiga mana aka. Sveji hali mana soklari ham chiqmaganda, ozgincha chiqa boshlagan. Zo'ri. Xudo xolasa sizlarga qilib beramiz. Buni pachkasini 50 ming so'm qilib beramiz. Buni sizlar uchun bitta yeb ko'rsataman. Bismillah. Svejida baribir. Tozalangan yo'lda, mashinada yeb ketsangiz, qanaqa bo'ladi bu? Yeb ko'rishingizni tavsiya qilaman. Eng yaxshi sifatli mevalar faqat bizda kelaveradi. Adashmang tanlovda. Shu gapimni podpiskaga bosib qo'ying. Sizni do'stlaringiz ham buni ko'rsin, yesin. Taksikozda azoblaymiz lekin. Kelaverasizlar, banzilimiz yaxshi dunyo 5-qator. Sog' bo'lasizlar.